Chet elda musofirdasiz, ota-onangizni umra safariga jo'natmoqchisiz, lekin qaysi firmani tanlashni bilmayapsiz. Siz atdan turib qanday farqlashni ham bilmayapsiz. Xudo xolasa, biz sizga ajoyib imkoniyat yaratib qo'yganmiz. Rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays. Xavfsiz va mukammal ota-onangiz umra qilishadi. Xudo xolasa, bizdan sizga ajoyib taklif tayyorlab qo'ydik. Farg'ona, Andijon, Namangandan bo'lsangiz, siz qaysi davlatda bo'lsangiz ham Telegram orqali bizga aloqaga chiqasiz yoki WhatsAppdan ota-onangizni pasportlarini tashlab berasiz. Xudo xolasa biz maxsus sertifikatlarni yozdiramiz va ota-onangizni oldiga borib, chiroyli qilib tabriklab, firma hisobidan bitta guldastalarni olib, sizni ota-onangizni umra safariga biz albatta jo'natamiz. Eng asosiy masala ota-onam qanaqangi sharoit bo'ladi atta deganlarga Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi gastnitsa, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi Shinam gastnitsamiz. Xudo xolasa piyada haramga bemalol qatnashsa bo'ladi. 5 mahal namozga bemalol ulgushadi. Xudo xolasa bundan tashqari Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari, Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati firma hisobidan qo'shib beriladi va albatta Ravza-i Sharifga tashrifni ham amalga oshirishadi. 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, viza beriladi va sizga ota-onangiz qiynalib qolmasligi uchun aynan mana shunaqangi uchish yostiqchalarini ham bonus sifatida taqdim etamiz. Qaytishayotganda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa, aziz yurtdoshlar, yana qaysi sanalarga qanaqangi narxlar bor deganlarga, Srochniy ulguymiz deganlarga 30 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. 30 kuni soat kechqurun 20:00 da registratsiya. Ozgina joylarimiz qoldi. Narxini $970 dan chegirma qilib qo'ydik. Xudo xolasa birinchi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Buni narxini $1050 dan qilib beramiz. 4 ta joy qolgan. 8-chi, 15-chi, 22-chi, 29-chi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimizni ham $1050 dan qilib belgilaganmiz. Xudo xolasa 5-chi Toshkentdan reysimiz bor. Buni narxini $970 dan qilib beramiz. Hamda 7-chi kuni Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor. Buni narxiga keladigan bo'lsa $1040 dan qilib beramiz. Hozir ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar, o'zlaring joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. 5 kishi ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'layotganlarga chegirmalarimizni ham qilib beramiz. Xudo xolasa ekranda raqamlar xizmatlaringda bizga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga bitta like bosinglar, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga yuborib qo'yinglar. Arzon narxlarda o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar.